Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, ustanobga olib bitkizdik. Farg'ona viloyati Kirgiliga olib keldik. Yangi domlarga. Bu oshxona mebelimizni joy ixchamgina, chiroyli qilib joylashtirdik. Xo'p, razmerlari burchagimizdan burchakgacha 2,25 cm, burchakdan eshik chekkasigacha 2,45 cm bo'lgan joyga ustanobga olib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni akril materialdan ishlatdik. Tagiga mokrit, tevasiga maloshni qo'yib. Bu oshxona mebelimiz o'z joy kichkinaligi uchun eshikdan kirishga xaladenni, tevasiga tumbuchkasini qo'ydik. Ichlari ham kengina bo'ldi. Xo'p, oshim-oshiqlarigacha vakuumli qo'ydik. Bu tomonimizda radiator bor edi, atablina radiatori, buni ham urab berdik. Bu tomonimizda mana katyol joylashgan ekan. Katyollar tayini foydalanadigan qilib polkali qildik. Bu joyimizda to'q kontur katyoli turibdi. Xo'p, bundan kecha рабочий stol olib qochib, gazi, katta duxovkasiga joy qildik. Xo'p, tevasida vichkalari hamma yo'g'i joylashdi. O'rnatib, xo'p, bu tomonimizda edi, dimoxodi chiqarib tayyorlab qo'ydik. Xo'p, valadonlarni vakuumli qildik. Rolilarimizgacha chekkalari plastmassa kromka bo'lgan. O'zi tortib olaveradi. Xo'p, gazimiz tagida ham bor. Valadonlarimiz. Gaz bitta plitasi boridan olib kelgan ekan. O'rnatib berdik. Bu joyimizda mayda narsalar uchun kichkinagina joy qildik. Bu tomonimizda mana mo'ykasini joylashtirdik. Xohlasa mo'ykalar ishlayapti. Taylarini ulab chiroyli qilib qo'ydik. Bu joyimizda kir mashinasini ustanobga o'rnatdik. Bu tevasiga mikrovalnovkani qo'yib berdik. Mikrovalnovka chiroyli bo'lib o'rnashdi. Xo'p, eshikdan kirishda bo'sh qolmasin, tevasiga tumbuchka qildik. Battan ham foydalanaveradi. Mana. Keyingina, kattagina narsalar tushadi. Xo'p, bu joyimizda original shushulkasini qo'yib berdik. Bo'y balandligi uchun ikki qatordan polkali qilib joylashtirib berdik. Xo'p, poldan o'lchaganda balandligi 2,45 cm ga bo'ldi. Tok montaji hali bo'lgani yo'q edi. Shu holatda olib video qilyapmiz. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa oshxona mebellar starga ulashib qo'ysalaring, videomizni xonadoniga chiroyli qilib shunaqa mebellar qo'yib beramiz. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Iloji boricha qo'ldan kelgancha oldik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni 1 pogona metrini 2,400,000 so'mdan tayyorlab o'rnatib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi bepul. Mana shu holatda. Xo'p, bu oshxona mebelning ichida xo'p, chayoqshtirib magnitimiz, kafilimiz, tagida svetlari bor, soch ilgich, taxtakash. Xo'p, bu joyimizda shushulkasi kelgan. Xo'p, yana nimasi, mana shu holatda aytib o'tildi. Mana shu narsalar ichida bo'ldi. Bu radiatordagi xolodilnikning tepasiga mana shu holatda qilib o'rnatib berdik. Qoshiq soladigan patnislari bor. Shular ichida gaz, pech, kir mashina, mikrovalnovka, bu tomonda xolodilnik xonadon egasidan bo'ldi. Sveti nur tushib qolayotgan bo'lsa, to'sib olaylik desa, bari chiqyapti. Mana shu holatda. Tepalari ham rosa to'liq tushdi. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlarda ham xonadonlaringizga shunaqa chiroyli mebellar qo'yish nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.